Ana hoji aka deydigan hokimlar bor-ku, xuddi shu hoji akalarni o'zini bitta katta dashni joylari bo'ladi-da. Xuddi shunaqa dashni joy srochna sotiladi akalar. Umumiy hisobda 2 gektar 65 sotix yer maydoniga joylashgan. Batafsil video davomida narxi bilan aytib o'taman. Siz ungacha shu videoga bitta like bosib, bizga hoziroq obuna bo'lib qo'yib turing. Uy joy olmagan taqdiringizda ham uy joylarning narxidan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Umumiy hisobda 2 gektar 65 sotixni tashkil qiladi akalar. Mevali daraxtlarni ko'rishimiz mumkin. Katta archa daraxtlari va har xil mevali daraxtlarni ekib tashlashgan. Kelib o'zingizlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Menimcha qanaqadir kattaroq sanatoriya qiladigan bo'lsanglar ham havosi eng toza joylardan Parkent tumani va O'rta Chirchiq tumani chegarasida joylashgan botda shundoqqina katta yo'lning yuzida umumiy 2 gektar 65 sotix. Anaqa katta dashni joylarni ko'rishimiz mumkin. Alohida xullas akalar kelib foydalanib oladigan joyi, lekin yo'lning yuzasida joylashgan. Xuddi shu lokatsiya yaqin atrofda eng katta muammo toza suvdan bo'ladi akalar. Bu joyimizda alohida buloq borligiga necha akalar. Qadr sanatoriya qilaman deysizlarmi yoki bo'lib 3-4 ta dacha qilaman desanglar ham juda ham zo'r variant bo'ladi. Xuddi shu manzaragacha o'zingiz hozirroq videoga bitta like bosib qo'ying. Lokatsiya juda ham zo'r, Yuqori Chirchiq va Parkentda chegarasida joylashgan bo'lyapti. Umumiy yer maydoni 2 gektar 65 sotixli joyimizni narxini egalari 1 sotix uchun $5500 dan so'rashyaptilar. Albatta kelishiladigan joylar bor. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.